Assalomu alaykum. Sizlar bilan Zekama. Bugun Dream League 2025 o'yinida Diamond Kubokni birinchi turnirini o'ynaymiz. Sizlarga taktikamni tanishtirib o'taman hozir. Xo'p, bu meni taktikam. Darvozada Israel, himoyachilar: De Silgio, Raul Asensio, Debas, Menens va Timber, Luka Modric, Gimarais, Rodrigo, Endrick, Ivan Perisic. Zaxiralarni tanishtirib o'taman. Beto, Johnson, Luka, Messias, Grilichich va Eldor Shomurodov, Jesus, Maga, Avad, Kojolo, Kristin va Ahmed. Va akkauntim ko'rsatkichlari bilan ham tanishtirib o'taman. Rankingim 29 va birinchi o'rnim 23 ta, ikkinchi o'rnim 2 ta, uchinchi o'rnim 4 ta va 76,5 ball. Stadionim bilan ham tanishtirib o'taman va stadionni ham Real Madridga havas qilgan holda Santiago Bernabeu qilib nomlaganman, lekin Bunyodkor stadioniga o'xshab ketadi. Hozir ichki tarafdan ham ko'rsatib o'taman. Mana bu ichki tarafi, mana ichki tarafdan ham ko'rib turgan bo'lsangiz, Bunyodkorning o'zginasi. Stadion bilan tanishib olgan bo'lsak, unda o'yinni boshlaymiz. Bizning raqibimiz West Ham bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek, akkauntimiz bizniki kuchliroq ekan. O'yin boshlanyapti va ularning taktikasi va bizning taktikamiz va o'yin boshlanyapti. Azizlar, men hozir sharhlovchi sifatida gapiraman va Endrick o'yinni boshlab beradi. Luka Modricga oshirdi va Luka Modric Gimaraisga oshirdi. De Silgio havoda pasi Perisicga o'xshamadi va Gimarais yopishib ko'rmoqda. Va bu yerda West Hamda to'p va xavfli vaziyat uyushtirmoqda. Mana kombinatsiya va Israeldan xavf bartaraf etildi. Va xavfli vaziyat yo'q, Isroilning xatosi va gol. West Ham Real Madridga gol urmoqda. Birinchi gol. 1-0 azizlar. Bu Isroilning xatosi edi. Isroil o'zi xavfni bartaraf etdi, lekin o'zi xavf tug'dirdi. Bo'lmasa o'yinni ko'ramiz. Hali o'yin oldinda 15-soniya ketmoqda. Va yana xavfli vaziyat va xavf Debasdan bartaraf etildi. Va hozir to'p West Hamliklarda va yana bitta Israeldan xavf bartaraf etildi. Va mana bu yerda Ivan Perisicning chiroyli harakatlari, ajoyib kombinatsiya, Rodrigo va gol. Yaxshi, Rodrigodan ajoyib gol. Endrickdan esa ajoyib assist. Va bu yerda Ivan Perisicni ham unutmaslik kerak. Hisob tenglashdi o'rtoqlar va o'yin boshlandi. Va yana Real Madrid to'pni olib qo'ydi. Rodrigo Endrickga tashlabdi, uzr va shtraf. Va mana bu yerda sariq kartochkaga tortadigan shtraf va sariq kartochkam sariq kartochka ko'rsatilmoqda va bu yerda havodan pas tashlab berganimiz ma'qulroq va zarba noaniq va ofsayd ekan. Raqibimiz ofsaydni oladi hozir va to'p o'yinga kiritildi. Va Timber mana bu yerda ajoyib o'yin ko'rsatdi. Endrick to'pni oldirib qo'ydi. Va Perisic to'pni qabul qilib oldi. Endrickga pas va Perisic o'z zarba yo'lladi, lekin noaniq. O'yinni tomosha qilamiz. Mana bu yerda xavfli vaziyat bo'lishi mumkin, lekin Raul Asensio xavfni bartaraf etdi va 1 soniya qo'shib berildi
birinchi bo'limga. Va birinchi bo'lim tugadi azizlar. Ikkinchi bo'lim boshlandi azizlar. West Ham tarkibida o'zgarish. Biz hali tarkibda o'zgarish qilmay turamiz. Chunki o'yinchilarimizni quvvati ham yaxshi. O'yinchilarimiz ham yaxshi o'ynayapti. Qanunda o'yin tomosha qilamiz. Hozir outga chiqdi to'p. Mana bu yerda Timberning ikkita qilgan xatosi. Yana West Hamliklarda o'zgarish. Yaxshi seyf, O'tkir Yusupovning seyfidan bo'ldi. Mana bu yerda xavfli vaziyat edi. Mana bu yerda xavfli vaziyat jarima maydonchasi ichida va seyf yana Isroildan. O'yin davom etmoqda azizlar. O'yinni diqqatli bilan tomosha qilamiz. Hisob 1-1. 68-soniya. Mana bu yerda parapartishliklar, Gimoraizdan podkatlar va West Ham hujum uyushtirmoqda. Mana bu yerda Deselga xavfli vaziyat va jarima maydonchasi ishtirok. Yo'q, penalti emas ekan. Va yana West Hamliklar hujum uyushtirmoqda. Deselga nima qilib qo'ydi? Qizilga tortadi. Qizil! Deselga qizil oldi azizlar. Mayli, 10 kishi bo'lib o'ynaymiz. Ko'ngilni cho'ktirmaymiz, yuragurib tursa bas degan motivatsiyaviy gaplarni esga solamiz. Va Perisichning o'rniga Jonson, Endrikning o'rniga Beto tushmoqda. Tarkibimizda o'zgarish. Bizda bitta qizil bor. Va xavfni bartaraf etdi Timber. Va yana xavfli vaziyatlar. U xavf ham bartaraf etildi. Jonsonga qarshi shtraf. Qoida buzildi. Va Debas shtrafni oladi. Luka Modric havoda Betoga. Yana o'yinni ko'ramiz. Xavfli vaziyat mana birga ofsayd ekan. Yaxshi. Luka Modric Debasga oshiryapti. Beto Rodrigoga. Rodrigo ochilsa bo'ladi. Yaxshi vaziyat. 3 soniya qo'shib berildi. Yutib ketish kerak, gol urish kerak va Betoga havodan Beto gol! Yaxshi. 3 soniya qolganda ulgurdik. 10 kishi bo'lib. Ulgurdik, comeback. 2-1 hisobida yutdik desa ham bo'ladi. Yutdik. Va mana bu yerda chiroyli gollarni takror refini ko'rsak bo'ladi. Kallada gol urdi Beto. Va o'yin tugadi azizlar. 2-1 hisobida biz g'alaba qozondik. Bu Diamond Kubogining birinchi turniri edi. Va mana bunday nishonlashlar Real Madrid tomonidan. Va o'yin tugadi azizlar. Va Rodrigo o'yinimizning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Va mana bu yerda o'yinchilar kiryapti va Rodrigodan intervyular eshitamiz. Va mana statistikalar bizga ko'rilyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.